Endi yosh kelinlarimiz sahar turadi, mana bunday qilib stechkalar ustiga suvlar sepadida, ikkitadan supurgilarni mana bunday qiynalib yerlarni o'rtib supurishlar darrov o'tdi. Mana bunday cho'ntak bo'lganlar shunday otaverasiz, bitta yangi supurgan olasizda, bir oyda bir marta yengil shunday supurib qo'yadigan bo'lsa zo'r turadi. Bitta at qo'yadigan bo'lsa, ko'zingizni yashnatib oladigan zo'ridan bo'ladi. Mana shu ko'p turgan xonadonlaringda 1 kvadrat burchatkasini biriga biri, ya'ni 1 kvadratni 140 ming so'mdan bosib bergan ekan. Aytilgan narxlar ichida usta puli, materiali bilan aytyapmiz. Narxlar butunlay suv to'kin. Hattoki mana bu zinalangni ustini 1 kvadratini 270 ming so'mdan bemalol bostirsangiz bo'ladi. Mana bunday qismlarni ham 1 metrni 250 ming so'mdan bemalol bostirsangiz bo'ladi. Narxlar butunlay suv to'kin. Qaranglar, mana bu yonidagi xo'p, granit ishlari ham bo'ladi. Mana shu 1 kvadratini atigi 470 ming so'mdan bemalol bostiraverasiz. Bu ham hech narsa emas. Darvozaxonangizga mana bunday gilamlarni ham atigi 2 million so'mga bostirib olsangiz bo'ladi. Qaranglar, kirgan qo'shnilarga havas qilib yuboradi. Bittadan like bosib qo'ygan bo'lsalaring, narxlarni tanishtirib beraman. Narxlari 140 mingdan vodiyning ichiga mana shu burchatka ishlarini aytyapmiz. Uzoq yillarga oz-moz narx qo'shilib qolar ekan. Bizning kanalda nomini aytganlarga oz-moz chegirma bo'lar ekan. Har doim bunday narx bo'la olmaydi. Bittadan telefon qilib bemalol zakaz qilaverasizlar.